Bir necha kun davomida Rossiyaning Yakutsk shahrida Osiyo bolalari sport musobaqalari o'tkazildi. Unda sportchilarimiz muvaffaqiyatli ishtirok etishdi, ya'ni vakillarimiz umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egallashdi. Toshkent xalqaro aeroportida sportchilarimiz tantanali ravishda kutib olindi. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida Rossiyaning Yakutsk shahri mezbonlik qilgan Osiyo bolalari kompleks musobaqasida yurtimiz nomini faxrli himoya qilgan sportchilarni tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Oltin medallar soni bo'yicha umumjamoa hisobida birinchilikni qo'lga kiritgan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasini qarshi olish uchun keng sport jamoatchiligi vakillari va sportchilarning oila a'zolari jam bo'ldi. Men o'g'lim sportni taekvondo turi bo'yicha 48 kilo vaznda Osiyo bolalari musobaqasida, olimpiadasida birinchi o'rinni oldi. O'g'lim taekvondo bilan 10 yildan beri shug'ullanadi. Osiyo chempioni bo'lgan, sport ustasi unvoni bor, ikkinchidan sohibi. Men juda xursandman. Meni qizim boks bo'yicha Yakutiyada bo'lgan musobaqada birinchi o'rinni egallab keldi. Oltin medallar, jahon chempioni, olimpiya chempionlari bu O'zbekistonimizda bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib qaytib kelishini tilakdosh. Terma jamoamiz a'zolari boks, yunon rum kurashi, yengil atletika, uch kurash, ko'p kurash va sportning qator yo'nalishlarida yakuniy natijaga ko'ra 36 ta oltin, 31 ta kumush va 21 ta bronza, jami 88 ta medalga ega chiqdilar. Ayniqsa kurashchi yoshlarimizning 8 ta oltin, 1 ta kumush medalga sazovor bo'lishi, bokschilarimizning musobaqa davomida 7 ta oltin, 7 ta kumush hamda 2 ta bronza medallarni qo'lga kiritgani ham umumjamoa hisobida vakillarimizning shohsupaga ko'tarilishiga zamin yaratdi. Biz O'zbekiston taekvondo yoshlar terma jamoasi Yakutiyada bo'lib o'tgan 8 Osiyo bolalar musobaqasida 10 nafar ishtirokchilar qatnashdik. Ulardan 4 tasi oltin medalni qo'lga kiritishdi, 3 tasi kumush medalni, 2 tasi bronza medalni qo'lga kiritishdi. Umumjamoa hisobida taekvondo bo'yicha bizni yoshlar terma jamoamiz O'zbekiston taekvondo yoshlar terma jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Osiyo bolalari o'yinida oltin medalni egalladik, bayrog'imizni ko'klarga ko'tardik. Eng muhim maqsadim O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. Boks federatsiyamizga, ota-onamga, trenerimizga alohida rahmat aytaman. Musobaqada mahsulotlarimiz juda ajoyib bo'ldi. Kelajakda maqsadlarim olimpiya chempion bo'lish, yurtimiz bayrog'ini dunyo arenalarida yanada balandga ko'tarish. Bunday katta musobaqa dekaziyada birinchi marta qatnashishim va birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Sport turi bilan 4 yildan beri shug'ullanaman. Nasib bo'lsa endi jahon chempionatiga Gretsiyaga ketamiz. Yuqori natijaga erishgan sportchilarning qariyb 50% olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarining o'quvchilari bo'lib, ular kelgusi yilda Toshkent